Salom do'stlar, sizlar bugun birgalikda Bunyod Akbaraliyev bugun sizlarga Minecraftda qishloq topish usulini o'rgatib qo'yaman. Boshlaylik bo'lmasam. Mana Advanced degan joyi turibdi, o'shani bosasizlar. Set degan joyga Marabel deb yozamiz. Mana kirdik. Mana ko'rib turganingizdek qishloq chiqib turibdi. Qishloq bor. Mana katta normalniy qishloq. Demak, boshqa qishloqga kiramiz. Mana bu yerga 3ta 1 deb yozasiz. Kirdik. Bu yerda piramida chiqadi. Mana bu yerda ehtiyot bo'lasizlar. Chunki bu yerda tugma turibdi. Buni tagida bombalar bor. Shuning uchun buni sindirib tashlaysiz. Bu yerda mana bular bor ekan. Mana kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Mana endi boshqa qishloqqa o'tamiz. Mana yana bu yerga uzb deb yozasizlar. Mana uzb. Mana chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek kattagina qishloq. Endi boshqa qishloqqa o'tamiz. Bu yerga esa Mama Mose deb yozamiz. Mama kichkina bilan, qolgani katta bilan. Mo'da 2 ta o bo'ladi. Mama Mose. Mana ko'rib turganingizdek kirdik. Mana bu yerda tug'ilasizlar. Bu yerga chiqasizlar. Bu yerda kattagina sizlarga yoqadi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Videoni tugatamiz.